joyga steva o'qib ketdi. O'qib ketdi. Assalomu alaykum, rahmatullohi va do'stlar. Mana Arafat tog'iga yetib keldik. Ziyoratchilarimiz bilan birgalikda. Qashqarga keyin joyga yur. Arafat tog'iga yetib keldik do'stlar. Mana shu tepalikka chiqib ziyorat, ibodat qilib tushsangiz bo'ladi. Arafat tog'i. Tepaga chiqqanda bir narsani eslatib o'taman. Mana shu tepada o'rtada toshi bor. Belgi qilib qo'yishgan. Uni ushab, o'pib shart emas uni. Shirk bo'ladi albatta. Buni 50 boshi, 1000 boshi kelganda Arafat tog'iga odamlarni olib kelganda bu narsa haqida gapirib, ma'ruza qilib tushuntiriladi. Albatta. Tushuntirish beradi hozirda kelganlarga. Mana shu tepaga chiqqanda ana shu toshlar o'rtasida bor. Shu narsa shart emas. Orta açıdaki giriyor. Topları koyalım. Toplanacak. Hop, hurmatli hojilar, hojonalar, bu yer Arafat tog'i deyiladi. Arafat degan arab tilidan kelib chiqib, uchrashuv maydoni degan ma'noni bildiradi. Odam ato bilan muhofazat jannat. Ko'rishga. Shunday duo qilgan. Endi o yerda minora turibdi, masjid minorasi. O ko'ryapsizlarmi? Masjidun Namiral degan masjid bu. Hijriy yilda 10-sanasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jumaga kelib shu joyda xutba o'qib berganlar. Xutbani shunaqangi o'qiganki, sahobalar dod deb yig'lagan. Xutbani ma'nosida keyingi yil kelolmasam kerak degan ma'noda o'qib berganlar. Oxirgi jumalari shu bo'lgan, keyin vafot qilganlar. Hijriy yilda 9-sida, ya'ni Payg'ambar sallam kelishidan 1 yil oldin Abu Bakr roziyallohu anhu kelib turib shu yerda xutba o'qib berganlar. Bu yurgan joylarimizda, bu yerlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning izlari bor. O'zlari bor. Shu yerlarda yurgan. Yana hozir mana bu ishlatga qilib qo'yib. Yosh kattalarimiz chiqa olmaymiz. Bu yerdan past ko'ringani bilan tog' o'zi baland. Mana hali Uhud tog'iga borganimizda ham Kavonbozda joyini ko'rdik. Ehtiyot bo'lib, mana salqin joy bor. Shu yerda o'rishotga suyani salot atib, duo qilib, nima duo qilsa inshaalloh ijobat bu joyda. Shuning uchun agar yoshlarimiz chiqaman deydiganlar shunda men bilan birga boradi. Eshik tagida politsiya bor ekan. Agar ruxsat bersa o'tamiz. Shunday chiqib, ashaga borib bitta duo qilib qaytamiz. Keyin xatm Qur'on bor ekan. Hozir ham aytuvdi.
Uni bittasini ravzaga kirganda bag'ishladi. Hozir aka hozir bir dona qoldi. 3 ta deb aytdingiz. Ha, 3 ta. Bittasini ravzaga kirganda bag'ishlab qo'ydik. Sizlarda ham bormi? Ha, bo'ldi. Hozir yana 2 ta xatm Qur'onimiz qolyapti. Ha, u ham bor, ha. Ashunga hozir bitta xatm Qur'on, xatm sag'ir qilamiz, xatm Qur'onni bag'ishlaymiz. Keyin inshaalloh borib, tepaga chiqib, tushib, yana avtobusga chiqaramiz. Ha, Xudo xolasa. Bismillahirrahmanirrahim. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما ومن شر غاسق إذا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المستقيم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء من كل داء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين انصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون اغفر لنا ولإخواننا الإيمان ولا تجعل إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين bu o'qilgan xatmi Qur'on, xatmi sag'irlarni bizlarni dargohingda husni qabul qilgin ya Rabbi. Xato, nuqson, kamchiliklarni o'zing kechirgin, qaytarib bizga bergin ya Rabbi. Bu o'qilgan xatmi Qur'ondan hosil bo'lgan savob samoratlarni avvalbar Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ruhlariga o'zing yetkazgin. U kishining ahli oilalari, sahobalar, tobiin, tabi'at tobiin, mushahidlarning ruhlariga o'zing yetkazgin ya Rabbi. Ya Rabbi bu umra qilaman deb kelgan barchamiz, qo'l ochib turgan barchamiz tomonidan o'tgan ota-onalarimiz, avlod jaddodlarimiz ruhlariga o'zing yetkazgin ya Robbi. Ya Robbi, o'zingni yakka haq hurmatlaridan ya Robbi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haq hurmatlaridan, Qur'oni Karimning haq hurmatlaridan ya Robbi. Bizlarning gunohlarimizni kechirgin.
qilgan xatolik bilan qilayotgan ibodatlarimizni o'zing dargohingda qabul qilgin ya Robbi. Qabul bo'lgan bandalaring safida qilgin ya Robbi. Ya Robbi, bizlarning ne'matimiz bo'lgan ota-onamiz ham gunohini kechirgin. Farzandlarimizdan beozor chiqarib farzandlarimizni ahli solihalardan qilgin ya Robbi. Qizlarimizga, ayollarimizga sharm va hayo bergin ya Robbi. O'g'il farzandlarimizni qori, qurro, olim va boamal din mubinga xizmat qiladigan zabardast murattab qorilar chiqarishni o'zing nasib qilgin ya Robbil alamin. Biror daqiqa ham o'z holimizga tashlab qo'ymagin ya Robbi. O'zingga bo'lgan muhabbatimizni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni, Qur'oni Karimga bo'lgan muhabbatimizni kundan kunga ziyoda qilgin ya Robbil alamin. To qiyomatgacha xonadonimizdan islom chirog'ini o'zing o'chirib qo'ymagin ya Robbi. Ya Robbil alamin, farzand talablar bor ya Robbi. Farzandlarga ahli solihat farzandlardan o'zing ato qilgin ya Robbi. O'zing xaziningdan bergin ya Robbi. O'ylaganimizdan ham ziyodasini bergin ya Robbi. O'zing ahadsan, g'ofurur rahimsan ya Robbil alamin. İçimizde yosh kattalarimiz bor ya Robbi. Dualarimizni o'zing ijobat qilgin ya Robbi. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Arafat tog'iga chiqdik. Yana ozroq ko'tarilamiz. Aynan chiqqanda mana shunday holatlarni takrorlamaslikni maslahat beraman va tilab qolaman. Bu narsani qilsangiz shirk bo'ladi. Mana bu yerda ham yozib qo'ygan belgilar. Bunday ishlar qilinmasin bu yerda deb, lekin ularga baribir. Alloh qabul qilsin har bir inson ziyorati.
Aziz vatandoshlar, bir narsani eslatib va aytib qo'ymoqchiman. Arafat tog'ning tepasiga ko'tarilganingizda mana shu sariq mana bu yaqinroq ko'rsatay. Belgilab qo'ygan chegara bor. Bu chegara katta hajga kelganingizda mana shu chegarani u tomonda emas, bu tomonga o'tib qolsangiz, bu tomonda bo'lishingiz kerak. U tomonda o'tib qolsangiz sizning hajingiz, endi katta yosh kattalar hajga kelganda shunday deyilgan. Haji qabul qilinmaydi, haj bo'lmaydi dedi. Jonalar mana hajiblar o'ng qo'lga qarasanglar, kapalar turib ko'ryapsizlarmi? Hojilar, haj qilgani kelgan hojilar mana shu yerda turishadi. Bu yerda nomini jamoat deydi. Bu yerga joylashishadi, hajlar hammasi mana shu yerda qolib, Arafatdan keyin bu yerga kelishadi. Bu yerda qolishib, hozir chap qo'limizda shaytonga tosh otadigan joy keladi. Hozir keladi. Shu yerdan chiqishib, bu yoqda shaytonga tosh otishadi. Shaytonga tosh otadigan joy qozonga o'xshagan joy bo'ladi. 3 etaj, 4 etaj bo'ladi. Pastdan 7 ta, 12 ta, 14 ta, 17 ta tosh olib, chiqib otishadi. Tosh qozonga o'xshagan joyga tushib, yana pastga tushadi. Pastga yana tushadi-da, idishiga 7 ta tosh olib, yana chiqib tepaga shaytonga tosh otadi. Bu yerda nomini jamorat deydi. Haj qilganlar shu yerga keladi. Mana bu yaxshi tabalar hammasi haj qiladi. Hozir yana ham avtobus teparoqqa chiqadi, shunda ko'rinadi. Mana Ibrohim alayhissalomni o'rnini qurbonlik qilaman degan narsa, yumaloq ko'rgan Ibrohim alayhissalom Allohning buyrug'i deb farzandini yosh katta bo'lganda ko'rgan farzandi, eng suyumli Ismoil alayhissalom bo'ladi, farzandi. Olib chiqib Ismoil alayhissalom ham farosatdan juda yuqori bo'ladi. Otajon men roziman deb o'zi moyillikda bo'ladi farzandi. Farzandi esa bitta yarasi ko'chsin qanaqa holatda bo'ladi ota-ona. Bu farzandini shunday yeriga yotqizadi, pichoqni tortayotganda otajon deb ko'ziga shunday qarab, ko'zini to'sib oladi-da, Allohning buyrug'ini qiling deydi. Pichoqni tortganda pichoq o'tmaydi, kesmaydi. Ibrohim alayhissalom yana bir marta tortadi, achchig'i kelib. Unda ham kesmaydi. Pichoq qaytadi. Nega kesmayapsan desa, ey Ibrohim, sen o'zing ishingni qil, men o'zim ishimni qilaman deydi. Xudo taolo pichoq qaytadi, kesmagin deydi. Qurbonlik qilishimiz shundan kelib chiqqan bo'ladi. Keyin Ismoil alayhissalomni so'yib qoladi. Keyin bir jannatdan qo'y olib kelib qo'y qurbonlik qiladi. Asha voqea mana shu qoldi, ko'rdilar, hozir chaqirishimizda keldi, shu joyda bo'lgan. Ibrohim alayhissalom Ibrohim Halil degan nomni olgan. Alloh yaxshi ko'rgan bu insonni. Chap qo'limizda ham, o'ng qo'limizda ham qo'm yaxshi hozirlarimiz o'tiradigan, hattoki shu kafalarni ichida kondisionerlari ham bor. Hajlar kelsa juda nihoyatda issiq holat bo'ladi. Shu joyda qiynalishmasin deb aniqlash mana sharoit qilgan shu joyda. Ikkala taraf ham bunday hojilar bo'ladi. O'ng tomonimizda ham hozir avtobus sekin ko'tarilyapti, tepadan qarasa ko'rinadi, chiroyli ko'rinadi. Milyon odam sig'adi. Hozir avtobusga ko'tarilyapti, ko'rinadi, pastlargacha. Daryolarga qaylab uchaveradi. Shu joygacha boradi. Mana holatlar. Hajlar shu yerga piyoda borib, piyoda kelishadi. Hozir Arafat tog'iga chiqib tushguncha nima holat bo'ldi? Endi hajning mashaqqati shunaqaniki, shu joylarda mana piyoda yuriladi. Har bitta xonasini topib borguncha bitta odamda misol qorni ochib ketsa kerak borib kelguncha piyoda yurib. Inshaalloh Alloh nasib qilib chaqirsa hajga kelsanglar, inshaalloh
inshaalloh bilib olasizlar. Mana shaytonga tosh otadigan joy to'g'rimizda kelyapti. Chap qo'limizda keladi hozir. 3 ta nimalar bino. Ko'rdinglarmi mana? Balandligini ko'ryapsizlar, kattaligini ko'ryapsizlar. Shu yerda qozonga o'xshagan turibdi binolar. Shuni ichida tosh otadi shayton. 3 ta yumaloq bino turibdi. Mana shu Jamorat deb qo'yadi, Arafat tog'idan keyin shu yerga kelib shaytonga tosh otiladi. Ajdalar shu yerga keladi, hammalar shu yerga tosh otadi. Endi hojlardan hojlardan tasavvur qilaylik, ibodat qilmasdan ko'rib turib ko'zimiz qanaqa quvnayapti, boshqacha bo'lyapti. Endi ibodatni siz hali saryodimni qizigan qozonga solsangiz eriydi-yu, qalbi shunaqangi eriydi. Yig'ilashdan o'zimiz to'xtata olmay qolamiz. Shaytonga mana shu tosh otiladi. Shaytonga tosh otilgandan keyin qurbonlik qiladi. Har bitta kelgan hajlar qurbonlik qilgandan keyin 50 yoshlari hajlarga aytadi. O'zining gruppasiga aytadi, qurbonlik qilib bo'ldi desa keyin ihromdan chiqadi. Ihromdan chiqib, Madinaga borib, 3 kun sayohat qilib, ziyorat qilib, keyin O'zbekistonga qaytadi. Inshaalloh hammalarimiz Alloh nasib qilsa, katta hajlarga ishlaydigan inshaalloh. Shu kelishimiz oxiri bo'lib qolmasin. Umradir, hajdir, Alloh o'zini uyiga mehmon qilib chaqirsin inshaalloh. Ko'p duo qilinglar, Allohdan so'raylar. Hozir pok holatdamiz. Umra qilgandan keyin Xudo taolo va'da bergan. Har bitta umra qilgan, har bitta haj qilgan bandani onasidan tug'ilgan chaqaloqni qilib begunoh qilib qo'yaman degan. Shuning uchun oldingi qilgan gunohlardan eslab bo'lmaydi. Bironta tanishingiz yo falonchi odam sen bilan biz bunaqa ish qiluvdik, esingda bormi, bunaqa gunoh qiluvdik desa, sen adashyapsan, men unaqa ish qilmaganman deyish kerak. Gunohga guvoh ko'paytirib bo'lmaydi. Guvoh ko'paytirib bo'lmaydi. Qiyomatda nemusimizga yurib qo'yadi shu odam. Xudo taolo mana shu odam guvoh edi senga oldida. O'zing aytgansan. Mana tepaga ko'tarilgan o'ng qo'lga qaranglar, mana qanaqa uzoq tog'ni chekkilariga chiqarib bo'lib ketgan. Onalar. Har bitta territoriyadan bo'lib beradi. O'zbekiston, Turkmaniston, Turkiya, Indoneziya, Hindiston bo'lib hammaligini bo'lib qo'yadi. Chunki yo'lini bilib olib borib ketishadi hajlarga. Qattiq kulishdan Rasululloh qaytargan ekan. Sahobalar peshin namozidan chiqib, bir-birlari bilan gaplashib o'tirib, qattiq kulganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjiddan chiqib qolib, falonchi jannatga kirishing aniq bo'ldimi? Jannatdan senga vahiy keldimi, jannatga kiradi deganda sahobalar boshini ushlab yerga o'tirib olgan ekan. Nari tarafda turgan sahoba so'ragan ekan, birodar, senga Rasululloh gapirganda nimaga boshing ushlab yerga o'tirib olding deganda, boshimga bir odam Hasan boshi bilan solgandek bo'ldi degan ekan. Mana shu sahobalar qaytib kulmay qo'ygan ekan. Boshiga shuning uchun vaqtimizni g'animat bilaylik, hozirda hojani umrimizni g'animat bilaylik, umrimiz. Mana hozir bunday hisob kitob qilsa, yaqinda yosh bola edim deb qo'yishadi yosh kattalar. Yaqinda men sendaqa edim bolam. 40 ga kirdingmi deb qo'yadi. O'g'liga va nabirasiga shunaqa deb qo'yadi. Bittasi vaqt o'tib ketadi, ko'z ochib yumguncha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jon chiqar vaqtini qanday deb o'ylaysizlar deb sahobalarga aytganda, sahobalar o'ng tomonga salom berib, chap tomonga salom bergunimcha deganda yo'q bo'lgan ekanlar. Yana bittasi bunday bir odamga qaragunimcha desa yo'q degan ekan. Unda qanday bo'ladi desa, men kibrigimga tegadi-mikin deb qo'rqaman degan ekanlar. Shu darajada tez chiqib ketar ekanda jon. Shuning uchun tiriklik holatimizda g'animat bilaylik. Ko'p istig'for qilsa, ko'p Allohga tavba qilsa, qalbimiz yuviladi. Bir kir libosimiz bo'lsa kiygimiz kelmaydi. Ha, buni yuvish kerak ekan, buni kiygani uyalaman deydi. Endi shunaqa qalb bilan borgani ham Alloh taoloning oldiga borgani uyalishimiz kerak. Qalbimiz kir bo'lib ketgan bo'lsa, yomon bo'lib ketgan bo'lsa,
qanaqa qilib Allohga yuz beramiz? Sen nimaga namoz o'qimading desa, nima deb javob beramiz? Men seni nimaga yaratuvdim? Nima uchun kelding bu dunyoga desa, nima deymiz? Yelkamizni qisib turaveramizmi? Allohning azobi juda alamli. Qat'arros deydi. Qattiqroq, og'irroq. Eng yengil jazo cho'q bo'lib turgan tovushni kiydirish ekan. Eng yengil jazo. Ayollarimiz mana ko'p bo'ladi, ovqat qilayotganda qo'lini kuydirib olsa, 3 kun 4 kunlab achishib yuradi qo'limiz. Endi qiyomatda tasavvur qilib qo'yaylik, bir qadar o'ylab qo'yaylik, qiyomatda qanaqa holat bo'ladi. Kechasi turib tahajjud namozi o'qiyotgan hojilar, hojonalar. Alloh sizlarni qanaqa yaxshi ko'radi, qanaqa ko'radi, mana men sizlarga aytib beraman. Kechasi endi ko'chaga chiqqaningizda osmonga qaraysiz, yulduzlar u yerda, bu yerda bo'ladi, sanoli bo'ladi. Sanasiz, sanaydigan bo'ladi. Tahajjudga turgan bandalarni Xudo taolo shunaqa ko'radi. Bu yerda ko'radi, hamma turib tahajjud o'qolmaydi. Xudo taoloni suygan bandalar bo'ladi, tahajjudga turgan bandalar. Siz Allohga aytganini qiling, ibodatingizni qiling, Allohga aytgan yo'lida yuring, keyin Alloh sizga javob qaytarmasa, keyin to'lang. Haligi aytib qo'yishadi, assalomu alaykum, alaykum assalom deydi. Uyingizda bitta it baxsiz, gapingizni bo'lsa, tepib yurib haydaysiz, haligi itda yo mushukda, Aziz vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlar, inshaalloh mana ziyoratchilarimiz va Makka mukarramani ziyorat sayohat qilib keldik. Yoshlarimiz, xonalarimiz ziyorat davomli ziyorat qilib mehmonxonada endi hozir obed vaqtiga yetib keldik. Obedlari, taomlari yana peshin namozlariga chiqamiz. Charchamaysizmi hoji aka? Rahmat. Hammaga nasib qilsa mana shunday yaqinlar bilan kelib ziyorat qilishdik. Mehmonxonamiz juda ham chiroyli holatda. Kelib sharoitlarni bir qator videolar qilib beramiz alohida. Masofasini, ovqatlarni, taomlarni albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Eslatib o'tamiz, quyidagi nomer orqali chiqsanglar Xizmat Travel'da qaysi kunga reyslar borligini, narxlar bo'yicha to'liqroq ma'lumot olishingiz. Hammaga kattakon rahmat. Bizlarni ziyoratga vaqtinglarda rozi bo'linglar.